Barchalarga salom obunachilar. Bugun AFK Mobile'ga jahon chempionatining 4-haftasi kelgan. Bugun biz buni ko'rib chiqamiz va bir qancha paketlarni ochamiz. Hozir ovozini maksimum pasaytirib qo'ydim, chunki yaxshi eshitilmayotgan ekan. Va sizlarga bitta xush xabarim bor. Bugun biz naqd 500 ta bo'ldik. Hammalarga rahmat. Hozir juda xursandman va keyingi maqsadimiz bu 1000 ta bo'lish va buni tez qilib degan umiddaman. Va hozir obuna bo'lib qo'ysanglar, keyingi kontentlarimiz bundan ham qiziq bo'lishiga harakat qilaman. Va hozir birinchi bo'lib bu yoqdan 2000 talik kulli soundset draftimizni olganmiz va bundan tashqari 13000 ta soundsetimiz bor. Bu yoqda 1200 ta yaqinlashib qolibdi o'yinchimiz. Buni admin qoramiz. Yoqmayapti. Va oldingi videoda esingizda bo'lsa, Pulisic kartini olgandim. Juda ham zo'r o'ynar ekan. Lekin Cherkidan ham yaxshi deb qo'ydim. To'g'rirog'i driblingni eng zo'r deb qo'ydim. Cherki bundan sal yaxshiroq ekan. Driblingga 3 taga sal ko'proq olgan Cherkini. Va sizlarga xush xabar. AFK Mobile'da ilk bor. Ya'ni 103 oxirgi marta 103 kartasi keluvdi Ballon d'Orda va undan keyin umuman kartasi chiqmagan Neymar Junior kartasi chiqdi 120 lik va bu albatta donat qilib olinadigan karta. Va bu bitta urinishli bo'lar ekan va buni hozir ochib ko'ramiz. Hatta 15 ta taraf tushib bersa ham chotki bo'lardi. Va 113 eng past narsa tushdi. Ha mayli. Emblemi ham 465 ta bo'lib qopti. Asli yana bitta yengili pul A'ga qancha qolganini ko'ringlar. 17 dona. Bugungi videoda 5 tacha olsak, keyin 12 ta qoladi, to'g'rimi? Hozir 5 tasini jahon chempionatining ichidan olaman, 3 tasini ham o'shaning ichidan olaman, 4 tani men rekord holders degan sabitaning ichidan olaman. Hozir ko'rsatib o'tib ketaman hammasini. Va bugun 10 ta rank berilayotgan ekan. Kamroq sovg'a bu, mayli. Va jahon chempionatining ichiga kiradigan bo'lsak, mana birinchi 3 ta taraf oladigan joyim. Bu yoqdan mana bunaqa narsalarni 13 tasini tugatish kerak. Men 11 tasini tugatdim va bundan 3 ta taraf beradi. Va oxirida bitta Portugal bannerini beradi. Bu yoqdan 2 tasini bitirsam bo'ldi. 3 ta taraf maniki. Daily training keladigan bo'lsak, bu yoqdan men oxirgi rassa qilgan zo'rg'a o'tdim o'zim ikkinchi matchda. Oldin o'tolmayaptim ham, lekin uncha yomon o'tolmaydigan darajada emas. O'tsa bo'ladi, yaxshiroq o'ynasa. Bu yoqdan ham oxirida bitta ikkita taraf berilib qolar ekan. Va leave over keladigan bo'lsak, 4-haftalikda bu yoqda 115 Nemecha va 114 Fabinho, 115 Fransiyalik Akliochue degan o'yin chiqdi. Bular albatta bitta keyingi matchda, keyingi o'yinda Fransiya masalan Akliochueni olsam, keyingi matchda Fransiya yutsa, bitta o'yin ko'tarilar ekan va ikkita bu match o'yincha ikkita gol ursa, yana bitta ko'tarilar ekan, jami 117 ta bo'ladi. Lekin ikkita gol urishiga ishonmayman. Fransiya yutishi ham aniq emas. Shuning uchun bularga tegmay turganlar yaxshi. Eng yaxshi mana Messi bo'ladi. Eng zo'r mana Messi. Chunki oxirida 5 ta taraf yoki 117 ta makkini kardi. Bu yerda albatta men 5 ta taraf olaman. Sizlarga ham 5 ta taraf maslahat beraman. Agar yangi boshlamagan bo'lsangiz AFK Mobile'da bu eng zo'r. Hozirgi 3 ta bu 5 ta 8 ta bo'ladi. Keyin 4 ta dona qoladi pul A'ga. Va kulli men buni ham o'ynashlarni maslahat bergan bo'lardim, chunki mana birinchisidan bu to'ladi va ketganimda 3 tarafga olib olishingiz mumkin. Bitta aylana qolgan, keyin 5 taraf olib olamiz. Chronicles'ga keladigan bo'lsak, botdan 3 tasini tugatdim, mana 3-sini bugun tugatdim. Va 4-ga o'tadigan bo'lsak, bugun kelgan narsa bu. Va har doimgidek 150 ta Volt Game token A
va 250 ta samoset va 50 ta rank up. Hammasi shunaqa bo'lsa, oxirida bitta Kroos yoki Marcelo yoki Lam kartlari. Kroos bilan Marceloni bilasizlar, Real Madridning yulduzlari va Lamni bilganlar biladi. Filip Lamni o'zim 117 kartasi bormanda bilasizlar. Hozir sostavga kirsam ko'rsataman. Bu RB ya'ni o'ng qanot himoyachi pozitsiyada ham o'ynaydi bu. Bu kartasi faqat chap qanot zashtach kartasi chiqibdi. Buni yana 120 karta chiqishi kutilmoqda. Achib zo'r bo'lardi. Cho'tki o'ynaydi, maslahat beraman. Va bu Bavariya muxlislari yaxshi bilsa kerak. Eski muxlislari Bavariyani yondirgan o'yinchi bo'ladi, Filip Lam. Va oxirgi Moments Gallery'ga keladigan bo'lsak, bu yerda kulli mana bunaqa darablarni bosasizlar va tepada mana bunaqa fragmentdan 2 ta, 3 ta, 4 ta, 5 tacha tushadi. Va men bundan birinchisini tugatganman va ikkinchisini ham tugatdim. Men uchinchisi, ya'ni Balogun degan o'yinchini olaman. Bugun 4 tacha tushib qoldi, yana ertaga 5 ta tushib bersa, 115 o kartani olib obmenlab beraveraman. Va buni tugatdik va Records Holders keladigan bo'lsak, bu sabitsiya tugashiga ham 7 kun qoldi. 2 haftalik ekan. Oldingi videolarda adashib ketibman. 7 kun, ya'ni 1 hafta bo'ladi deb. Yana 1 haftasi qolibdi buni. Oldingi hafta bu anaqa keldi. Jairzinho keldi. Bu hafta Gerd Muller. Bundan 4 taraf olaman dedim. Qanaqa qilib? O'zingiz ham bilib olgan bo'lsangiz kerak. Va birinchisidan bundan 150 Muller kartini beradi. Ko'rib turibsizlar, oxirgisida bitta taraf va bundan 4 ta aylana bo'ladi. Shularni bajarib o'tmasanglar, oxirida 4 ta taraf egasi bo'lasizlar. Aytganda bu yerdan ham 2 ta beradi mana. Lekin bu tejamchi kerak emas, chunki pul A hal bo'ldi. Pul A ni nima bugun ochmayapman, bugun ochsam ham bo'lardi. Chunki bugun kelgan o'yinchilarni ko'ringlar. Umuman kerak pozitsiyalar uchun men ochmadim. Mana 118 Amdoni. Yo, o'ylab qaraganda siti kerak, lekin bunaqa o'yinchi kerak emas, to'g'risi. 4-5 oyoq yaxshi, endi ertaga bundan ham yaxshiroq o'yinchilar chiqib qolar ekan o'shanga. Va bu ham kerak Vidic o'rniga, lekin ertaga 118 yoki 119 yaxshiroq kelib qolsa kerak. Ertaga ham o'yinchilar qo'shiladi, eslatib o'taman. 119 bu umuman kerak emas, chunki yarim himoyamni bilasizlar. Pedri, Vitinha, Makelele. Oyog'i ham 3/5. Men kerak o'yinchi. Va buni o'rniga yaqinda bilasizlar, Dimargo kartini olib qo'yganman, ammo yanimda ham mayli ochib o'rardim. Hech qaysi pozitsiyaga ham o'tib o'ynamaydi bu. Shuning uchun kerak emas. Bitta network karti kerak bo'tdan. Yaxshiroq shu, lekin mayli. Ertaga qaysi kartalar kelar ekan aytib o'taman. 120 o'rnida 120 kabi, ya'ni Zashnik Beckenbauer kelar ekan. 119 Manuel Neuer kelar ekan. Bavariyani afsonaviy varatari. 119 yana strikermi yoki chap qanot hujumchimi LV pozitsiyada kelar ekan va qo'yani kerakli pozitsiyalar menga. Bo'lmasa pak ochishni boshlaymiz. Birinchi pakimiz 5 yurdi va 111 duo kardi. Hech qanaqa bu duoning ukasi ham emas, akasi ham emas. Desire duoning albatta. Bu boshqa davlatli duo. 113 Vitik oldin tushgan ekan menga. 20 yurdi, 115 o'yinchi. Marokash Centralniy forward va 115 El Aynaoui. Mayr, yo'dan ko'ra bor. Endi to'chamiz 495 va oxirgisi 500 bo'lib qolsa zo'r bo'lardi. Hurmat. Fathi degan o'yinchi tushibdi, Qatarli ekan. Apornik pozitsiyada o'ynar ekan. 12 ta dona qoldi. Xudo xolisi bitta cho'tki video tayyorlab qo'yaman pul A'ga. Bu video innilliga chiqib qolsa kerak. Ya'ni 27-iyun sanasida. Bu yerdan fragmentimizni
yig'ib olamiz. 1,5 minutga chiqar ekan va 4 minutgacha fragmentimiz bo'lib qoldi. Yaqinda pulshich kartini oldim, shuning uchun fragmentim ozgina kam. Endi bitta striker yoki LB pozitsiyasiga bitta yaxshiroq o'yinchi olaman. Van Persini qarayotgandim, lekin sal qimmatroq ekanda fragment. Hozir menda bitta variant turibdi, Marquez karti. O'zi menga KDM pozitsiya kerak emas, bilasizlar, Makalele turadi, lekin bu Zashtiga ham o'tib o'ynay bera oladi. Bu kart Barsada o'zi Zashtida o'ynagan, Barselonada 2010-yillarda undan oldin va Vidic o'rniga qo'yib olardim agar. Va bu yerdan agar donat qilish imkon bo'lganda donat qilib yuborardim-da, Neymar karti. Juda ham zo'r o'yinchi, FK Mobile deyman. Eng zo'r dribling sohibi bo'lib chiqdi menimcha. Bunchalik dribling qila oladigan odam yo'q. Pulishchi ham, Cherki ham bunchalik emas lekin. 230 lardan ham oshib ketsa kerak, full qilsa driblingni. Ancha deganda endi chiqdi Neymar karti. Buning uchun FK ga rahmat aytib qolamiz. Bu yerda 30 bokslarni ochganman. Ha, aytgancha. Bitta narsa qolib ketibdi, shu bilan videoni tugatamiz. Sal xos esimdan chiqargan. Extra time ochamiz. 15 minut jeton yig'ib qo'yganman. Bitta ochib olsak, videoni tugatamiz. Masalan, shu joyda videoga bitta like bosib qo'yinglar, chunki videoni ko'proq odam ko'rishiga sababchi bo'ladi. Like bossa, komment yozsa, odam ko'proq ko'radi masalan. Oxirgi 4 ta videolarim, 4-5 ta videolarim prosmotr sal kamroq qoldi. Shuning uchun fikringiz bo'lsa, maksimum izohlarda yozib qolib, like bossa videoga menga obuna bo'lishni unutmanglar. Bitta 15 minutalikni ochib yuboramiz. Bu yerdan zo'r o'yinchi bersa, zo'r bo'lardi. Zo'r ishda, zo'r o'yinchi bersa zo'r bo'lardi. Albatta bu emas, mana bu 1% da 118 119 tushishi. Mana tavakkal, bismillah deb bosamiz. Qani ketdi. O 116 EZ kardi. Wow. Chotki to'g'ri, yaxshi 116 lar hozir yaxshi emas, lekin bu 116 kart sal oldin vashta zo'r edi. Mayli yo'qdan ko'ra bor. Mana bunaqa 113 ga o'xshaganlar tushmadi. Bu juda zo'r. Mana shu o'zini paytida tushib berganda zo'r bo'lardi. Angliya, Kam, Arsenal, Eze. Adashmasam driblinglari yaxshi o'yinchi bu. Eberechi Eze kardi. Hozirgi paytda Arsenal safida yaxshi o'yin ko'rsatyapti va 27 yosh hozir. Bo'yi sal pastroq bo'lsa ham yaxshi o'yin ko'rsatadi hozirgi payt. Shunaqa qilib, keyingi videoda pul A'ni ochamiz. Nasib qilsa bitta yaxshi o'yinchi usha olamiz. Bugungi videom shu bilan o'z nihoyasiga yetdi. Yoqqan bo'lsa like bosib, menga obuna bo'lishni unutmanglar. Tezroq 1000 ta bo'lsa, undan ham yaxshi bo'lardi. Xayr, sog' salomat bo'linglar.